Andijon kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, yakka spanlarimiz mo'yishli material qilingan. Buni 4 xil, 5 xil rasvetkasi bor. Hozir 2 xilini ko'rsatib o'tamiz. Buni pollari ham mo'yishli material qilingan. Buni chang ham ushamaydi, suv ham ancha ushamaydi. Va taylari sandalik. Taylari sandalik mexanizmlik, ustidan balka qo'yilgan. Bosh tarafida shunaqa stressali falla tortilgan. Bu rang, karishning rangi, bu to'g'ri rangi. Mana shunaqa. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, 2 metrga 90lik. Общий ikkalasi xolasi 180 lik chiqadi. Ikkitasini bitta qilib katta spani qilib ishlasa ham bo'laveradi. Alohida bo'lib qo'ysa ham bo'laveradigan variant qilingan. Buni ham shunday taylari mexanizmlik, ustidan balga qo'yilgan. Keyin asosiy boltga yiqilgan, oddiy shu samarasiga yiqilmagan. Kimga shunaqa spanlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Optim narxga qilib beramiz. Andijonda ham, Surxondaryoda ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.